Assalomu alaykum aziz musulmonlar, aziz birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun mana 2026-yil 24-may. Mana bugun uzumni xom tagi to'g'risida gaplashamiz. Azizlar, hammanglar tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar avvalo. Biz mana nima deyapmiz? Sabablarni, hamisha sabablarni qilamiz xolos. Qolgani hammasi Allohdan. Bu safar uzumni xomtak qilamiz. Odamlar nima deydi? Hali uzumimga sho'r tushdi, shira tushdi, paran kasal tegdi deydi. Azizlar, shuni yaxshi bilinglar. Shu xomtak to'g'risida nimagadir yaxshi ma'lumot berishmayapti. Eng avvalo xomtak. Xomtak deb endi mana biz uzumni hozir ko'rsatamiz. Xomtakni bilmaydiganlar ham bor ekan. Unisini bunisini aytib kelib qildiryapti. Xomtak mana shu xomtak bo'ladi, qarab turinglar. Mana shu biz bugun azizlar 24-may bo'lsa 3-marta qilyapmiz xomtakni. Mana xomtak. Mana ko'ringlar. Mana bu mana bak. Mana bakni orasidan chiqqan mana xomtak bo'ladi. Mana shuni olib tashlash kerak. Mana bunda ham turibdi mana. Mana mana kichkina nihoyat mana ko'ryaptimi? Mana shularni olish kerak. Ama bakini olmash kerak. Mana shu xomtaklarni hammasini olib tashlaymiz mana. Bak qoladi mana. Xomtakini olib boramiz mana. Nariga ham mana. Mana bak qoladi, baki bu xomtakini olib tashlaymiz. Eng avvalo xomtakka e'tibor beringlar, azizlar. Xomtakka e'tibor beringlar. Mana men 3-marta deb aytyapman. Iloji boricha shu katta emasdan xomtakini olish kerak. Nima uchun? Shu xomtakini olmasangiz, oziqa kelayotgan oziqa uzumga emas, xomtakka, shu uzumni bakiga, kaltayi rivojlanish uchun ketaveradi. Mana biz uzumlar, masalan, maqtanish emas. Avvalo nima deydi? Alloh, biz sabablarni qilyapmiz. Alloh o'zi nima deydi? Mana bo'lyapti mana, ko'ringlar. Mana shu narsa chekkadan qilib kelyapmiz xomtaklarni mana. Uzumlar, oq uzum. Yana qanaqa uzum ham deb so'rab qolishadi-da. Oq uzum, qizil uzum. Ko'rinyaptimi azizlar? Hozir yaqinroq ham ko'rsataman uzumlarni. Mana uzumlarimiz mana. Shunaqa azizlar. Xomtakka nihoyat e'tibor beringlar. Xomtakda ish ko'p. Iloji boricha 5 sm bo'lganda iloji bo'lsa olish kerak. Olvarsangizlar mana shu kasalliklarga kam chalinadi. Nimaga deganda u uzum baquvvat bo'lib boradi. Hali xomtak oshiqcha baklarga kaltalar ketayotgan oziqani uzum oladi. Uzum mana baquvvat bo'ladi mana. Ko'ryaptimi uzumlar mana? Mana uzumlar. 24-may. Mana uzumlarimiz. Mana. Nihoyatda ko'z tegmasin. Inshaalloh yaxshi. Shuning uchun men sizlarga dehqonlar, uzumga qiziquvchilar, aziz musulmon do'stlar, birodarlar, nihoyatda yana qaytarib aytyapman, xomtakka e'tibor beringlar. Agar xomtak qolib ketsa, havo almashmaydan bu bekitib yuboradi. Uzumga ham hamma har xil kasalliklar tegadi. Shamollab turish kerak, oralari ochiq bo'lish kerak. Ammo bakini olmanglar. Baki shu uzumlarni pishish uchun yordam beradi. Iloji boricha baklarni olmanglar. Azizlar. Nihoyatda uzuminglar yaxshi bo'ladi. Yana bitta narsa, shu uzumga kasallik tegmasdan turib. Oddiy qanaqa soda deb so'rashyapti, aytgan edim. Non sodami, osh sodami, osh. Nonga soladigan soda. Parashokmi deb so'rayapti. Parashokni 10 litr suvga 2 qoshiq solib, 5 tomchi yod tomizib 10 litr suvga 2 qoshiq, katta qoshiqda 2 qoshiq osh qoshiqda parashok, sodani parashogini 5 tomchi yod qo'shib har hafta sepaverasizlar.
Hech qanaqa kasal-pasallar tegmaydi inshaalloh. Shuni qilmay qo'ysanglar, kasalliklar tegadi. Bu kasalliklar nima deydi? O'zimiz sababchi bo'lamiz. Shunaqa qilib biz sabablarini qilib qo'yaveramiz. Mana uzumlar. Sabablarni qilib qo'yaveramiz. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Ammo har hafta sepinglar, yana qaytarib aytyapman. Agar sepmay qo'ysanglar, nimaga kasallikka chalingandan keyin uni keyin qaytarib o'nglash qiyin. Shuning uchun kasallikka chalinmay turib qilinglar bu narsalarni. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'z tegmasin, yana mana ko'rsatyapman uzumlar. Nihoyatda mana ko'ryapsizlarmi? Maşallah, maşallah. Hammasi Allohdan, biz sabablarni qilib qo'yamiz. Shifoni Alloh beradi. Odamlarga ham, uzumlarga ham hammasiga shifoni o'zi beradi. Shu kasalga chalinmay shuni sepinglar. Har hafta erinmay sepaveringlar. Hech qanaqa dori kerak emas, ammo xomtagini vaqtida qilinglar. Xomtagida ish ko'p. Xomtag qilinmasa har xil kasalliklarga chalinaveradi. Dimiqi bor edi, quyosh tegmaydi, shamollamaydi. Shunda kasallik chang bo'ladi, shunda kasallik kelaveradi. Shu soda bilan sepsanglar har hafta hech qanaqa kasalga yo'liqmaydi inshaalloh deb gapiraylik. Avvalo Xudo. Shunaqa azizlar, bugun mana shuni bilan endi xayrlashamiz sizlar bilan. Sizlarga omad, kuch-quvvat, aziz birodarlar, aziz musulmonlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Kimlarni dardlari bo'lsa, Allohim o'zi shifo bersin. Qanaqa dardlari bo'lsa ham shifoni Alloh o'zi bersin. Qanaqa mushkullari bo'lsa, Alloh o'zi oson qilib qo'ysin. Musofirdalarga ham sabr toqat, sabr qanoat, kuch-quvvat bersin Allohim. Pullarni qilib, shularga sog' salomat ota-ona bola chaqasini yoniga yorug' yuz bilan kelaversin. Azizlar, hamisha tinch, sog' salomat bo'linglar. Hammamiz musulmonlar bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Sizlar lakda ayamanglar. Mana a'zo bo'lmasa ko'rayotganlar, a'zo bo'lib qo'yinglar. Bir-birimizga yordam bo'ladi. Lakni bosib a'zo bo'lsanglar, lakni bossanglar, sizlarga birinchilardan bo'lib bizni ko'rgan videolarimiz boraveradi. Azizlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Mana hayitga ham oz qolyapti. Qurbon hayiti, Xudo xolasa 27-may kuni hayit ekan, Xudo xolasa. Shu kelayotgan hayitinglar bilan hammanglarga muborakbod aytaman. Yanagi shu kunlarga hammamizni sog' salomat Allohim o'zi yetkazaversin. Tinch bo'linglar, qayerda bo'lsanglar ham azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.